Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmelerimiz bugün güzel İstanbul'umuzun məlum bir mihmanxanasıdır. Dünya Şərq Türkistanlıqları qeyrindaşlıq uçuruşunun 11-ci növbətlik şunaqla Şərq Türkistan Milli Birlik Şurasınınki ikinci qatımlıqı ötküzülüb atqan makandan sizlərə salam yollavatımız. Elbette bu haberlerimizi berip atqandak uzun dönem berip atımız. Her yıl devamlı çıkıp atqan bu programma her yılı sarxil milletimizden içinden çıkan dava adamlarımız, teşkilat mesullerimiz, alimlerimiz bu yığın qatnaşıp milletimizdeki kelgüsü üçün milletimizin hazırki içinişlik ahvalığı bir hal qilish çaresi tepiş üçün nurgulluğan başka durup ya da her xil münazirler, fikirler bulup atıdım. Biz şu güzel makanga qadam taşırıp qılğan sarxil alimlerimiz bilen inşallah programma ta tüygüçe o 7. iyulğuça köpligen ustazlarımız bilen söhbət edip barımız. Şu münasebet bilen tunji qatım istiqlal ekranımızda sizler bilen yüz görüşüdüğün. Elbette sizlermu onunki bundan burunqi meyvelerini halkımızga yetkizgen meyvelerini birazdan keyin ekrana kelgenden keyin hammalar bilistler dep qarayman. Kıymetlik bir mehmanımız Yaponiyada Şərq Türkistan davasını güçlendirip kilovatkan uzun yıllardan buyan mehmanımızı bugün söhbət teklif kıldık. Mehmanım bolsa bugün Yaponiya Kagoshima Üniversitesi, Xalqara Üniversitesi'ninki okutkuçusu, hürmetlik doktor Hacı Qutluk Qadiri Efendi'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktin çıkarıp aldı bilen ziyaretimizi kabul kılganlığı için köp rahmet ettim. Sizin köp rahmet. Allah razı olsun. Hürmetlik Hacı Qutluk akamdı. Sizni elbette ben əslissem bu yığından ekiliş murasimi qatnaşqandan keyin nəhayət suyundum sizden kelgeninizi aşağıda kögen boldum sizni. Biz şu o'rta maktablardan keyingi davrda emas, balki sizniki şu Hacı Sefirdagi paranlar degan kitabıngizni, başta kitabıngiz chiqdi, undan keyin onun ovozliq lentalari chiqdi. Vatanda ciddi bir g'ulg'ullik qo'zg'agan bu vaqtlarda. Shunda suyungan edim bu asringizdan. Ham ovozliq berilgandan keyin ham xalqimizning o'tirisida aytdi. Yaxshi bir inkaslarga erishgan etamdi. Shu vaqtida sizning ismingizni tunji qatim shu vaqtda ko'rgan. Uzun yillardan buyon sizning chet elda xizmat qilayotganligingizni bilmasam-da. Oldi bilan o'zingizni biroz tunishib o'tgan bo'lsak ham ekran oldida qaynashimiz o'zim bilan. Tunish. Rahmet. Men Ürümçi'de bir senetkar ailesi dünyaya geldim. Başlangıç ve o'rta maktablarni Ürümçi tamamlagandan keyin Şərq Türkistan Üniversitesining Edebiyat fakültetiga 86 yılı qabul qilindim ve şu yılı yani devlet tarafidan Pakistan Xalqaro İslam Üniversitetiga o'qishga evatildim. 86'dan 89'ning oxirigacha Pakistan Xalqaro İslam Üniversitetida ilim tahsil qilish bilan hayotim o'tdi. Vatan qaytgandan keyin 1990 yildan taki vatandan ayrılıp Yaponiyaga kelgichi bo'lgan 2001 yilgacha bo'lgan aralıqda men vatanda chiqargan Uyg'ur klassik adabiyot tadqiqot jurnali Buloq jurnalida muharrir bo'lib xizmat qildim ve bu jarayonda nurg'unlagan Chag'atay tilidagi asarlarni hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tayyorlash ve shundoqla Chag'atay adabiyotida bir qism tadqiqotlarni elib berish, ilmiy muhokama ishlari bilan shug'ullandim. Bu jarayonda o'zimning bir qism adabiy asarlarimni, she'rlarimni ve bir kısım tercüme eserlerimni vatanda kitap qilib nashrga tayyorladim. Endi 2001 yılı 5. ayının 15. gündən tartib ta hozirgacha bo'lgan aralıqda Yaponiyada yaşayapman. Masterlik ve doktorluk unvonlarini Yaponiyada tamamlagandan keyin Kagoshima Xalqaro Üniversitetida xalqaro madaniyat bo'limida xizmat qilib kelyapman, o'qituvchilik qilib kelyapman. Bu jarayonlarda yani Yaponiyada saqlanayotgan Uyg'ur tarixiga oid nurg'unlagan materiallarni ratlash, bularni nashrga tayyorlash ve bu haqda tadqiqot elib berish ishlari bilan shug'ullanyapman. Bu yil 1. ayning 9. kuni Yaponiya Türkiye munosabatidagi oid bo'lgan ba'zi bir projelarni ishlash yuzasidan men Yaponiyadan Türkiye Çanakkale 18. Mart Üniversitesiga proje ishlash ve shundoqla ders o'tish bilan bu 3 yillik programmaga Türkiye'ye geldim. Hazır Türkiye'de yaşayapman ve bu üniversitede ders o'tyapman. Shundoqla aralıqda bazı projelerimiz için Yaponiyaga berib kelib turyapmiz. Hakikaten yani
inson ömrünün 3'ten 1 hesaplanadigan davringiz Yaponiyaga chiqqan vaqtni hisoblasaqmi o'tibdi 20 yilga yaqin vaqt hamda. Yaponiyadagi Sharq Turkiston da'vosiningki biroz ahvolini bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Yaponiyada Sharq Turkiston davosining ahvoli, ya'ni mundaqcha aytganda, tarix nuqtasini aytgan vaqtida dunyoning har qanday yeridagi Sharq Turkiston davosidan uzoq tarixiga bir davlat. Chunki 1933-yili Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati yemirilgandan keyin Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhiti bir qism odamlarni elib Qashqardan Hindistonga o'tmoqchi bo'lib Ladakh keladi. Ladakh kelgandan keyin ba'zi bizning yurt kattalari, masalan Sharq Turkiston davosining buyuk liderlaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bog'raning yo'l ko'rsatishi bilan 1939-yili 5-oyning 19-kuni ular Shanxay orqali Yaponiyaning Kobe'ga kelib, Kobe orqali Tokioga qaytib keladi. Ya'ni Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining vakillaridan tashkillangan 15 kishilik bir hay'at 1939-yili 5-oyning 19-kuni ya'ni Tokioga yetib kelib Sharq Turkiston davosini boshlaydi. Ya'ni Sharq Turkiston davosining Yaponiyaga kelib bu vaqtda izlanish va bizningki Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatininki 15 kishilik bir hay'atining kelishiga albatta yo'l ko'rsatuvchilardan biri bo'lgan Muhammad Emin Bog'ra o'zininki ya'ni Kabuldagi hijratdagi hayotida, Kabuldagi Yaponiya bosh elchisininki suhbatlarda Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkiston davosiga yordam, ya'ni yordam deganimizda moddiy va ma'naviy jihatlardan yordam so'rab, Yaponiya bosh elchisi bilan 15-16 qatimliq suhbatlarni o'tkazish orqali Yaponiyaga dastlabda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhitining Yaponiyaga kelib bu haqda suhbat o'tkazishni havola qiladi. Ya'ni bu Mahmud Muhiti boshchilik qilgan kishilar Muhammad Emin Bog'raning yo'l ko'rsatishi bilan Yaponiyaga kelganligi uchun Yaponiyada Sharq Turkiston davosining boshlanishiga, yo'l ichishiga sababchi bo'lgan odam Muhammad Emin Bog'raning ya'ni yo'l ko'rsatishi bilan Mahmud Muhiti qatorliq 15 kishi Tokioga kelib, ya'ni Sharq Turkiston mustaqilligi uchun Yaponiyadan moddiy va ma'naviy yordamlarni talab qilib 1939-yildan boshlab Sharq Turkiston davosini Yaponiyada boshlaydi. Ya'ni Yaponiyada boshlash jarayonida bular moddiy va ma'naviy jihatdan bir qism yordamlarni talab qilgan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi dunyo vaziyatining bir qism sabablardan bular moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga erisholmay Mahmud Muhiti ya'ni vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Mahmud Muhitining maslakdoshlaridan bo'lgan Mahmud Muhitining urdu tili tarjimoni Qashqarlik Turdibekzoda degan kishi va Mahmud Muhitining aksi Muslaji Muhitlar ular Tokioda qilib Sharq Turkiston istiqlol markazini qurib bu davoni rivojlantirdi. Sharq Turkiston istiqlol markazini qurgan vaqtida Mahmud Muhiti ya'ni o'zi bu markazning muavin raisligiga Kabul turayotgan Muhammad Emin Bog'rani raislik qilib tayinlab bu davoni davomlashtirdi. Bu davo Mahmud Muhiti vatan qaytgandan keyin Muslaji Muhiti, To'xtabekzoda qatorliq vatanso'yar Sharq Turkistonliklar tarafidan ilib berilib, 70-yilga kelgan vaqtida bular orqa-orqadan kasal sababidan vafot bo'ldi. 70-yildan keyin bular vafot bo'lgandan keyin Sharq Turkiston davosining buyuk liderlaridan Aysa Yusuf Aliptekin efendim Türkiye'den Yaponiyaga kelib, bu davoni anglatish, bu davo ishlarini davomlashtirishni olib bordi va bu jarayonida Yaponiyaning Tokiodagi Tamoq qabristonligidagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining vakillaridan Muslaji Muhiti, To'xtabekzoda qatorliq kishilarning qabrisini ko'rib, bu qabrlarning noiti yomg'ir ichida qolganligini, buzilib ketganligini ko'rib, ya'ni Yaponiya ziyoratidan keyin Aysa Yusuf Aliptekin Türkiye'ye kelib, Türkiye'deki vatandaşlar, Saudiyadagi vatandaşlarga Polat Qadiri orqali bir maktub yo'llab, bu mazarlıqni yasash va bularning qabrisini asliga keltirish faoliyatlarini olib bordi.
Eysa Yusuf Aliptekin'ninki yani bu faaliyeti arkalık hazırki Yaponiyada saklanıvatkan Mahmud Muhit'in aksi Muslacı Muhit'i, Toxtu Bekzade ve bir kısım şu vaktideki ezalarının kavrisi nayeti çıraylık saklanmakta. Hoş. Biraz keyniga qaysam, Yaponiya doğrusu yeni paranlaşımız. Siz Pakistan'da okudunuz, Xalqaro İslam Üniversitesi'de. Okugan kasbingiz nimati? Undan keyin o'qish bitirib vatan qaytib kelib uzun yil xizmat qildingiz. Xizmat qilib sizni vatandan tashlab 2001-yili Yaponiyaga chiqib ketishga qaror ag'uzgan narsa nimati? Xitoyninki besimlari sabablikmi yoki bu yerdami? Elbette bunu Xitoyning besimidan deb qarashga bo'ladi. Biz Pokistonda o'qiyotgan vaqtimizda Xalqaro Islom Universiteti, ya'ni Islomobodga joylashgan, uningdan boshqa Pokistonning har qaysi shaharlarida nurg'unlagan o'quvchilar o'qiyotgan. Şundaq bir küçük qo'shin, yoshlar qo'shini shakllanganligi uchun biz 88-yili Pokistonda tunji qitim hozirgi shu Saudiya Arabistonida yashayotgan do'stimiz ustoz Sirojin Azizi, İstanbulda yashayotgan Abduhalil Abidjon, shundaqla Abdulahad Ushqun qatorliq bir qism jangovar yoshlar bilan biz Umid jurnalini chiqarib Mısır ve şundaqla İslam ellərdə oxuyatqan Uyğur oxucularga vətənpərvərlik tərbiyəsi və vətənpərvərlik duyğusu veradigan əsərlərini elan qılgan. Bu əsərlər elan qılınış arqılıq bizning yoshlarning o'zaro təşkillədim. Yani Şərq Türkistan davasını gələcəkdə qandaq elib beriş və bu davanı qandaq rivajlandırış haqqında bəzi bir fikirlərimiz nəhayət ötkür bolğanlığı üçün şu vaxtda mən 89-cu il 10-cu ayda Qashqarda etiladigan xalqaro qutatqu belik yig'ini chaqirilib taklif qilindim ve bu yig'inda men qutatqu belik dastonidagi dramatik aloyidliklar degan maqolamni o'qidim va o'qigandan keyin Xitoy hukumatining meni chet elga chiqarishi shu vaqtida shu Umid jurnalininki nashr qilinish bahonasi bilan meni to'xtatib qo'ydi. To'xtatib qo'yish jarayonida mening yani bu Umid jurnalining chiqarilish ahvoli ve şundaqla bizning ilib bo'lgan harakatimiz sababchi bo'lganligi uchun men vatandan yani Pokistonga kelib o'qish ishini davomlashtirolmadim. Uningdan keyin vatanda yani Buloq jurnalining Chag'tay tili adabiyotida ishlash va Chag'tay tili adabiyoti tadqiqoti ilib berish fursatiga erishdim. Albatta shu vaqtdagi ustozlardan bizningki atoqli Chag'tay tili adabiyot mutaxassislaridan Mehmet Tursun Bavudun, Metturdin Mirzahmet, Mirsultan Osmanov, Rahmetullah Cari qatorliq ustozlarning shularning tavsiyasi, shularning yordami bilan bu xizmatni qilish fursatiga ega bo'ldim. Shu jarayonlarni ishlash jarayonida biz yana nashriyatda kitob tayyorlash, asar tayyorlash jarayonida nurg'unlagan o'tganlardan o'tamiz. Bo'libmi klassik adabiyotdagi yani ba'zi diniy atalg'ular, diniy ideyalar shakllangan klassik asarlarni o'z aynan hozirgi zaman Uyg'ur tiliga og'dirish va hozirgi zaman Uyg'ur tiliga nashr qilish imkoniyati asosiy jihatdan bo'lmaganlikdan nurg'unlagan taraflarni o'zgartirish va asarlarning nurg'unlagan taraflarni chiqarib o'tish, qisqartirish qatorliq Xitoyning siyosiy besimiga majbur uchraymiz. Biz o asarlarni tarjima qilish va o asarlar nashr jarayonida o'zimiz shohid bo'lganligimiz uchun Xitoyningki Uyg'urlarning ideologiyasini, bulupmu edebiyatı, san'ati, tarixini bastırışının qadam kuchayganligini his qilganligim uchun shu vaqtda menga Yaponiyaga kelib 2001-yil Yaponiyaga kelib o'qish nasib bo'ldi. Shu o'qish nasib bo'lgandan keyin shu 2001-yildan ta hozirgacha vatanga qaytmadim. Ya'ni Xitoy hukumatiningki bizning adabiyotimiz va tariximizga qilayotgan shu vaqtdagi bastırış siyosatiga biz shohid bo'lgan va o'z ko'zimiz bilan ko'rgan yolg'iz shu vaqtning o'zida Turg'un Almas tarix olimiz Turg'un Almasning 3 kitobi Valla tarixi, hozirgi zaman Uyg'ur adabiyoti va Uyg'urlar nomli kitob toza Xitoy hukumati tarafidan tanqidlanayotgan, yuqori bosqich ko'tarilgan mazgil bo'lganligi uchun bu ishlarni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib, Xitoy hukumatining yani Uyg'ur adabiyoti va san'atini bostirishning kundan kun kuchayotganligini his qilganligimiz uchun biz chet elga qaytib yani bu yerda o'qishni davomlashtirdik. Biz o'qishni davomlashtirish jarayonimizda
Bu vaqtda meningki qadrlik ağaynam Abduqadir Jaloliddinmi Yaponiyada edi. Biz birlikte fikir almashtirib, birlikte suhbatlashib nim qildik. Keyin Abduqadir Jaloliddin vatanga ketishga majbur bo'ldi, vatanga qaytib ketdi. Men o'qishni davomlashtirib Yaponiyada qolib qoldim va Yaponiya garajdani bo'ldim. Hozirgacha ya'ni Yaponiyada yashayapman, Turkiyaga kelib bu yerda proyektlarni ishlayapman. Bizning ishlayotgan proyektlarimiz bo'lsin va Yaponiyada ilib berayotgan tadqiqotlarimiz bo'lsin. Sharq Turkiston davosining yani tarihi arka görünüşü, Yaponiyada qanday qilib berilgan, masalan, ayni vaqtdagi bir qism qo'lyozmalar bor. Muhammad Emin Bo'g'raninki Yaponiya bosh elchisi bilan Kitada bilan o'tkazgan suhbat xotirlari, yani Kabuldan Tokyoga yo'llangan maxfiy telegrammalar degan maxfiy sifirlik nomerlar bilan Tokyoga yo'llangan. Tokyodan yani bu Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi. Ular yo'llanib bu dokladlar qilingan, bularning qo'lyozmalari va ular bilan o'tkazgan bir qism suhbatlar Muhammad Emin Bo'g'raning bular qo'ygan Sharq Turkiston davosining talablari, shundaqla Mahmud Muhitining aksi Muslaj Muhiti, To'xtibek Zoda qatorliq kishilarning bu davo uchun qo'shgan töhfatlari 70-yillardan keyin Aysa Yusuf Aliptekinning Yaponiyada ilib borgan siyosiy faoliyatlari, ya'ni Aysa Yusuf Aliptekinning Yaponiyada Sharq Turkiston davosini anglatish uchun qo'shgan töhfatlari bu tarixiy izlarimizning ya'ni şahitleri bo'lgan bir qism tarixiy qo'lyozmalarni nashrga tayyorlash va bularni raddash ishi bilan elib beryapman. İnşallah Allah nasib qilsa bu asarlar pat yaqinda ya'ni Sharq Turkiston iznolari nomli to'plam bilan kitobxonlar bilan yuz ko'rishi deb o'ylayman. Ya'ni mening tadqiqotim gerçi maxsus bu haqda bo'lmasa-mu, o'zimning kasbidan sirtqi vaqtlarda meningki ya'ni tadqiqotim, ya'ni meningki doktorlik olgan vaqtim, ya'ni edebiyat kasbida bo'lsa-mu, ya'ni bu tarix nuqtasidan bu narsalarni men bir Uyg'ur millati bo'lganligim uchun bu iznalarni yo'riqliq chiqarish. Yalğız, ya'ni Sharq Turkiston davosining emas, shu vaqtda kelgan, masalan Turkiyadan kelgan Abdurashid Ibrohimninki tarixiy faoliyatlari, Turkiston davosi qo'shgan töhfalari, shundaqla shu vaqtdagi Qozondan, Qrimdan kelgan Tatar turklarininki madras qurishi, camilarni barpo qilishi, bularning maktab ichishi, shundaqla Saudiya Arabistonida vafot bo'lib ketgan Muhammad Emin Islom, ya'ni Yaponiya tarixiy kitoblarida Muhammad Emin Qashqarda edi. Bu odamninki tunji qitim Yaponiyada Yeshil uy nomli Uyg'ur tili maktabi ochganligi, shundaqla tunji qitim Suzuki Somiko deydigan Yaponiyalik ayolni islom diniga kirgizganligi, bu haqdagi tarixiy yani hujjatlarni nashrga tayyorlash, bularni yo'riqliq chiqarishni hozirgacha izlanib kelyapman. İnşallah bu pat yaqinda keng kitobxonlarimiz bilan Allah nasib qilsa yuz ko'rishi deyman. Haqiqatan qimmatli bir asarlar ekan. Albatta nurg'unlagan uzun yil yashash jarayonida nurg'unlagan shunda siz so'zlab o'tgandek qimmatli materiallarga erishibsiz. Buning xalqimizda yuz ko'rishi haqiqatan favqulodda bir yuqori bir foydali bir ish deb qarayman. Oxirgi gapingizdan yo'lga chiqsak, Yaponiyada Sharq Turkiston davosi qaysi shaklda elib berildi? Yaponiyada ilib berilayotgan Sharq Turkiston davosi, ya'ni Yaponiyada tunji qurilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati va undan keyin qurilgan Yaponiya Uyg'ur birligi va undan keyin qurilgan bir xil Uyg'ur akademiyasi tashkilotlari va undan boshqa Uyg'urlarningki No'ruz mashribi deydigan uyushmalar va bu o'xshamagan tashkilotlar garchi siyosiy nuqtalardan ko'z qarashlari o'xshash bo'lmasa, Yaponiyada yana aniq bo'lmagan statistikalarda 3000 atrofida va ba'zida 2000 atrofida Uyg'urlar bor deydi. Ya'ni bu Uyg'urlarning yani ba'zilari o'quvchi, ba'zilari shu yerga yerlashib qolgan, ba'zilari qisqa vaqtli xizmat va tadqiqot bilan kelganda. Endi o'xshamagan tashkilotlarimiz bor. O'xshamagan tashkilotlarimiz o'xshamagan siyosiy faoliyatlarni elib beryapti. Endi buningda shu vaqtning o'zida qurilgan eng ko'p tashkilotlarimizdan biri bo'lgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiya Uyg'ur jamiyati nayt jalliq faoliyatlarni elib beryapti. Hozirgacha bularning faoliyati Yaponiyada jallanib, Yaponiyadagi Sharq Turkiston davosining anglatilishiga nayt cho'ng to'hfalarni qo'shyapti. Endi Yaponiyada yani bu jamiyat qurildi va bu jamiyat qurilmasining oldida 2006-yili Uyg'ur milliy harakatining rahbari bo'lgan Rabiya Qadir xonim 2005-yili Xitoy turmushidan qutulgandan keyin 2006-yili Yaponiyaga keldi. Yaponiyaga kelgan vaqtning o'zida hozirgi Yaponiyaning bosh vaziri Shinzo Abe shu vaqtning o'zida erkin Liberal partiyasining raisi edi. Rabiya Qadir xonim bilan suhbat o'tkazib, Rabiya Qadir xonimning faoliyatlariga destak bergan.
Ondan keyin 2009 yılı 7 ayının 5 günü 5 iyul Ürümçi katliamı yüz berdi. Bu katliamlar yüz bergenden keyin yani Yaponiyadaki vatanperver Uygurlar ve şundaqla ve Yaponiyadaki insanperver teşkilatlarının qo'llashi, şundaqla Yaponiyadaki bazı organlarının qo'llashi bilan Rabia Qadir xonimning ki Yaponiyadaki 15 oliy maktabda 5 iyul voqeasini anglatish, shundaq bu vaqtda muxbirlar klubida muxbirlarni kutib olish qatorliq nurg'ulg'an faoliyatlar ilib berildi. Şu vaqtda Rabia Qadir xonim yana 15 oliy maktabda 5 iyul voqeasi ve shundaqla Sharq Turkiston davosini atrofliq anglatganligi uchun 2009 yılının özüde tunji qitim Yaponiyaning yani to'liq o'rta maktabniki yani cemiyetshunoslik darsligiga cemiyetshunoslik darsligining birinchi bobiga 5 iyul Ürümçi qatlami ders qilib kirgizildi. Bu Yaponiya tarixida yani cemiyetshunoslik darsligiga bu Uyg'urlarninki bu meselesinin tunji qitim siyosiy meselesini kirgizganligida bu nayti biz uchun bir cho'ng g'alaba deb qarayman. Ondan başka Yaponiyanın tarihi kitaplarda, medeniyet kitaplarda Uygur medeniyeti, Uygur senat hakkında bazı məlumatlar bolğan bolsa, cemiyetshunoslik hakkındaki bu yani to'liq o'rta maktabning darslik kitobiga tunji qitim kirgizilishi deb o'ylayman. Xo'sh. Yapon xalqining biz Uyg'urlarga shunda siz so'zlab o'tgandek tarixdan buyon ta hozirgacha ya biz millatdosh emas, turklarga o'xshash ko'ngil bo'lishidagi yoki qo'llab qilishidagi sabab, ana sabab nima deb qaraysiz? Endi buningdagi sabab har bir davlatninki o'zininki yani bir strategik planı bo'ladi. Ayni vaqtlarda 30-nechinchi yillarda Yaponiyaninki davlat siyosatida, davlat strategiyasida Sovet İttifaqı kommunistlarga, yani Sovet İttifaqı kommunizm hareketiga qarshi turishda Sharq Turkiston Uyg'urlari bizning eng cho'ng hamshirigimiz deydigan bir jumla so'zi bor. Sharq Turkiston yani coğrafiyilik o'rnidan Uyg'urlar yani o'zininki coğrafiyilik o'rnining afzalligidan Uyg'ur davosiga sahip chiqish. Bu orqali Sharq Turkistonning yani bu yerda ilib berilayotgan mustaqillik davosi orqali O'rta Osiyodagi bizning Türkiye xalqlariga ta'sir ko'rsatish va shundaqla Sovet İttifaqıning kuchini oziylashtirish, Sovet İttifaqı kommunistlarga qarshi turish yuzasidan shu vaqtda bu strategik plan ilib berilgan. Endi şu planları, strategik planlar sebebinden yani şu vaqtda Mehmet Emin Boğra bilan görüşüş, Sharq Turkiston İslam Cumhuriyetining 15 kişilik heyetleri bilan söhbet o'tkazish ve Sharq Turkiston strategiya planını o'tirib qo'yib, hatta Yaponiyaning şu vaqtdagi strategik planida Osmanlıning eng oxirgi varislaridan bo'lgan Abdulkerim xonni Yaponiyaga taklif qilib, Yaponiyadan Shanxayga kelib, yani Abdulkerim xonni Sharq Turkistonga podshoh qilib tayinlab Osmanlı'nın hakimiyetini teşkillab Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyoga taraq qilib, yani Büyük Türkiston davlatini qurish Yaponiyaning shu vaqtdagi harbiy strategik planlardan biri edi. Bu strategik planlar yani Yaponiya urushda mag'lubiyatga uchragandan keyin bu strategik planlar uzilib qoldi. 70-yilda Mehmet Aysa Yusuf Aliptekin bu davoni davomlashtirish uchun yani Yaponiyada bir qism faoliyatlarni ilib bordi. Elib bağlandı ki yani bir kısım ağırlıkta bu ağırlıkta Yaponiyada Sharq Turkiston davası üzülüp kaldı da. Keyin Yaponiya bilan Xitoyning ki o'rtasidagi Senkaku orollari meselesi o'tirg'i chiqish bilan zimin chiqish bilan 84-yildan boshlab bir qism Sharq Turkistonlik o'quvchilar o'qish fursatiga erishdi. Buning bilan Uyg'urlarning nopos soni oshib bordi. Shuning bilan birga yani Yaponiyaning Xitoy bilan bo'lgan orol masalasining kuchayishi va Xitoyning o'zining tarixiy dushmani ve zemin meselesinde bir düşmanlaşış, ösüş stratejisi bo'lganligi uchun yaqinqi zamonning o'zida Uyg'ur meselesiga destek verish, Uyg'ur Sharq Turkiston davosini qo'llash. Bu mesele Yaponiyada bir umumlashgan mesele bo'ldi. Yaponiyada yani Yapon xalqi Uyg'urlarning tarixini, bo'libmi Ipak yo'l tarixini nihoyatda burundan tortib tadqiq qilib kelganligi uchun Uyg'ur tarixini tadqiq qilish Yaponiyada o'xshamagan davrlar, masalan Budizm davri, Islom Qaraxonlar davri o'xshamagan davrlarda o'xshamagan tadqiqotchilar Yaponiyada Uyg'ur tarixini mukammal ilib borganligi uchun Uyg'ur tarixdan buyon Uyg'ur yani Yaponiya jamiyatini nihoyat yaxshi tanıganligi uchun Yapon xalqi Uyg'urlarni nihoyat yaxshi tanıydı. Bu yüzden yani Yaponlar Uyg'urlarga hesdoshlik qilish, yani bu Sharq Turkistondan iborat bu büyük bir zaminning Xitoyning zimin emas ekanligini, yani bu ziminning besibilingan bir zimin ekanligini, yani bu zimindagi kishilarning
39 yıldan tatip hazırgıcı boğan arlıqta Yaponiyadan maddi ve manevi yardım talep kılıp 33 yılı ve 44 yılı asli kurulgan iki cumhuriyetini asli keltiriş için Şarkı Türkistanlıklarının toxtamay mücadele kılıp atqanlığını, yani bularning cesaretini ve bularning gayretini, yani Yaponiya cemiyeti de keng teşvik kılınganlığı için Yaponlar ve şundaqla Yaponiyadaki bir kısım insanperver kişiler hazırgıca Yaponiyadaki Şarkı Türkistan meselesiga destek berip atıdı. Bunun bir misalını alıp baksak, yakında ötküzülgen 6. ayının 28. günüden 29. günügacha Yaponiyanın Osaka şehirde ötküzülgen G20 yığını, yani taraq tapkan 20 devlet yığını mezgilede Yaponiyada yani Uygur davasınınki, yani Şarkı Türkistan davasınınki üyeri keng oңaltılışı, hatta G20 içilevatkan meydanga bizninki Uygurlardan məxsus vekillerden biri gidip Şarkı Türkistan davası hakkındaki teşvikat varaklarını tarqıtışı ve bu fırsatını belgeligi elbette Yaponiya hükümetinin, Yapon halkının Şarkı Türkistan meselesiga, cümleden Uygur kişilik hukuk meselesiga köngül bölgenliginden derek veriyordu. Onundan başka 6. ayının 24. günden 27. günügacha Yaponiyanın Osaka şehrinde Uygur Ziyalilar Encümeninin teşkil bilen Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversiteti, Yaponiya Halkara Kagoshima Üniversitesi'nin sahiphanlığı da Amerika'daki George Washington Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi'nin ve şundaqda Angliyadaki bir kısım mutaxassislar, Yapon mutaxassislarının qo'shilishi bilan 6. ayının 24. günden 27. günügacha Osaka'da, yani encümen, Uygur Ziyaliler Encümeninin teşkil bilen yani konferans ötküzülüp, lager meselesi, Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti bu haqda müşkilli konferans verildi. Bu konferansdan keyin Uygur Milli Hareketi'nin rehberi Rabia Kadir Hanım başçılığındaki Hindi Tinch Okyan Birligi Teşkilatı'nın orlaştırışı bilen Yaponiyada namayış edip beriş. Bu dava hakkında yani Tibet, Uygur, Mongol meselesi hakkında yani muhbirlarını kütüp veriş faaliyetlerine yaxşı edip verildi. Bu faaliyetler köplep görülüldü. Elbette bu faaliyetler jarayonida Yaponiya Uygur cemiyeti, Yaponiyadagi bir kısım Uygur yaşları, Yaponiyada hizmet kılıp atkan Şarkı Türkistanlıklar jangovarlık bilen özünün maddi ve manevi gücünü çıkarıp Osaka'da bu namayışlarının muvaffakiyetli elip verilişi, bu konferanslarının ki nait köngülük ötküzülüşüge Şarkı Türkistanlık qarindaşlarımız nait güç gösterdi, naiti özünün pidakarlığını bildirdi. Bu Yaponiya cemiyeti de mesela 2009 yılı 5. iyul qatnamıdan keyin en keng ko'lamda teşvik kılınan gezi jurnallardaki bir faaliyet oldu deb qarayman. Xo'sh. Yaponiyada qurilganligi uchun siz ham so'zni qilib qoldingiz. Mushadan bir so'rab olsam. Sobiq Dunyo Uyg'ur qurultayininki rahbari Rabia Qadir Xonim keyin emidan vazifasidan ayrilgandan keyin bu Yaponiyada siz tilg'ab o'tgan Hindi Tinch Okyan bu jamiyatniki beshig'i azramda raisi. Bu tashkilot qanday tashkilot? Yaponiyada qurilganligi uchun siz hamda nait tafsili bilib qaraman, chunki Rabia Qadir Xonim bilan suhbat elib berishda fursat bo'lmadi. Bu tashkilot qanday bo'lib, bu tashkilotning ustiga bir Uyg'ur ayol kelib qoldi, masalan, bunu bir anlatırız. Yani Hindi Tinch Okyan İttifakı Teşkilatı 2018 yılı kurulgan bir teşkilat. Bu teşkilat 5 taraftan yani. Tibet, Mongol, Uygur, Tayvan, Vietnam, hazırki vakitin özü de Hong Konglukla bulamı katnaştı. Asaslığı 5 taraf yani Xitay asimilatsiyası ki, Xitay besivağın zemin meselesi var 5 taraftan ki birleşişi bilen Yaponiyanın sahiphanlığı da Yaponiyada kurulgan teşkilat. Yani bu teşkilat yalnız Uygur Şarkı Türkistan meselesi emas. Bu teşkilat Tibet meselesi Xitayga karşı. Yani Asya'da tinchlikni asliga keltirdigan. Yani Asya'da mesela bu teşkilatlarga destek vergen bir kısım teşkilatlar var. Asya Büyük Asya Güç Teşkilatı deyimiz. Bir kısım insanperver teşkilatlar var. Bu teşkilatlarının destek verişi ve şundaqla Yaponiyadaki bir kısım organlarınki qo'llashi bilan bu teşkilat kurulgan. Bu teşkilatın asaslık meselesi maqsadi Xitoydagi zemin meselesi var. Xitoy işgal etdiki, yani Xitoy zeminini besib olgan, Xitoy devletini besib olgan. Asaslığı Tibet, Uygur, Mongol 3 millet meselesini, zemin meselesini maqsad qilib turib qo'shilgan. Yani kurulgan bir teşkilat. Bu teşkilatka yani elbette Uygurlardan
Rabia Kadir Hanım'ın tunji kıtım reis kılıp sayılışı Şarkı Türkistan davasının Yaponia'da yani Tibet, Mongol meseleleri qaraganda Şarkı Türkistan davasının en yuqori pallaga ko'tarilganligi. Yani Şarkı Türkistan davasının ki Yaponia'daki ta'sir kuchi ve şundaqla Şarkı Türkistan davasının hozirgi vaziyatning o'zida dunyoning kun tartibiga kelgan bir halqılık meselelerden biri bo'lganligi uchun Rabia Kadir Hanım'ni bunu reis qilib sayladi deb qarayman shu vaqtda o'zida. Xo'sh, endi nima kirsak shu Sinamdadır Yaponiyadagi universitetda o'qitayotgan, dars o'tayotgan kasbingiz qaysi va Turkiyadagi Çanakkale 18 Mart universitetida nima qilyapsiz masalan? Endi Yaponiyadagi bizning universitetga asosli kasb bizning xalqaro madaniyatlar, ya'ni madaniyatlar to'qinishi deymiz, madaniyatlarning almashtirilishi deymiz. Mush haqidagi. Hozir men Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyada o'tayotgan asosli darsim Yaponiya va Turkiya munosabatlarining tarixiy arx ko'rinishi. Bular qandaq şekillengen, qandaq rivojlantirish kerak. Yaponiya bilan Türkiye arasında qandaq o'quvchi almashtirish, madaniyat almashtirish, bu faaliyetlerini qandaq tashkillash. Shundaqla bu yil Yaponiyada Türk medeniyet yili, Türk kültür yili başlandı. Bu münasebet bilan biz bir qism programlarni Yaponiyada o'rladik. Bir qism Yaponiya medeniyetiga ait programlarni Türkiye'de o'rladik ve bu yilning oxirida yani 11 ayda, 10 ayda bir qism Yaponiyada ilib bardigan Türkiye'nin üniversiteleri bilen birlikte ilip verdiğim bir faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerini işleş şu mening projekt sayımda bo'lganligi uchun men darsdan sirtqi vaqtlarda bu projektlarni davomlashtirish, bu projektlarni ishlash bilan shug'ullanadi. Qutlug' hamda shu bilasiz bo'libmi Turkiyada bizning ona tilni saqlab qolish masalasi haqiqatan sizning tilingizning bu qadar ravonligi, bu qadar 20 yil Yaponiyada yashab vatanga bir qatim qaytib boqmay turib albatta qalam egisi bo'lganligingiz, davomli millatingiz uchun bir narsa yozayotganligingiz albatta bir cho'ng bir turtki bo'ldi tilning saqlanib qolishi uchun. Nurg'un davlatlarda eng cho'ng masalamiz muhojirat hayotidagi Uyg'urlarniki, bo'lib Turkiyadagi tilimiz bak yaqin bo'lganligi uchun bir qancha yil o'tmay farzandlarimizni tortib bu til masalasini yo'qotib qo'yish, aralashtirib so'zlash masalasini ig'ramdi. Yaponiyadagi butun xalqimiz Uyg'urlarmi shunda uzun yil yashagan bo'lsa-mu sizda gap qilalamdi. Bu tilni saqlab qolish uchun nimalarga diqqat qilish kerak masalan sizcha? Albatta Yaponiyada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning tilini saqlash jihatda zo'r kuchlarni chiqaryotadi. Ko'plagan oilalarda yani Uyg'ur ana tilida so'zlash, yani bizning No'ruz faaliyetlerimiz deymiz, Qurban hayit, Ro'za hayit faaliyetlerimiz Tokyo'da net yüzlügen Uygurlarının birleşişi bilen annenevi kiyimlerimizni giyip ana tillerimizde özümüzün senetini bayan kılıp bu davamlı ötküzülüyordu. Mesela No'ruz bayramı Tokyo'da naydı, haşametlik ötküzüldü. 300 Uygurlar bir yere toplanıp No'ruz hakkındaki şiirlerini ballağı yatıgızış, No'ruz hakkındaki düşüncelerini beriş, No'ruz'dan qanday kelib chiqqanligi haqqidagi bu tarixiy arx ko'rinishlarni anglatish. Bu haqda ular bilan yani ballağı savat berish, bu haqda naydı etraflı kelib boradi. Ondan başka vaqtlarda yani ballağı Uyghur tilini o'rgatish, o'zining kimligini saqlashda naydı oilalarda bo'libmi onalar zo'r kuchlarni chiqardi deb qarayman. Uyg'ur ona tilini saqlashda, Uyg'ur ona tilininki yani saqligini shundaqla buning davomlashishi uchun hammadan muhim kuch oila. Oila. Albatta bizning balla farzandlarimiz teshida Yapon madaniyati ve Yaponlar bilan yashaydi ve Yaponlar bilan o'qiydi. Ama bu soğudun kirgendiğin keyin aileden ibaret bu bir küçük aile. Bizning Yaponiya içindeki ailemiz bir küçükletilgen Şarkı Türkistan'ın modeli. Aile demek benim Şarkı Türkistan'ım. Benim bu soğumdan kirgendiğin keyin elbette her kandak insan şu ailenin ilgisi ana tilde sözleş gerek. Benim ailemde koyulgan şart. Aile kirgendiğin keyin her bir Uygur özünün perzentiga bu soğudan kirgendiğin keyin o öyde çokum Uygur tili ana tilde sözleş gerek. Bulup bizning balalarımız şu yerde tug'ildi. Bu balalarga ana tilde sözleş. Mesela Yaponcha kinolarni ko'rayotgan bo'lsa-mu, men balalarim qo'yganda, "Mashina Uyg'urcha tarjima qilib qilinglar" degan mash talabni qo'yaman. Başlangıçta o'qiyotgandan tortib qo'chaq filmlar bo'lsin, boshqa filmlarni Uyg'ur tiliga menga tarjima qilib berdi. Ma atalg'ini manda qalasan, ma bu Uyg'ur tilida mandaq deymiz, mani mandaq deymiz deganni ba'zan jihatda men yordam qilaman. Undan keyin balalar
ballar onundan sırtqı vaqtlarda, akşamlarda bizim mesela nəşr qılınğan sürətli köçəklərimiz var. Kahramanlarımız haqqında çıxan kiçik ballar kitaplar var, ballar tildə yazılğan. Bu kitaplarını ballara oxub veriş. Ballara köçəklərimizni anlatış. Ballara, yani öydün içində dutta, ravap, çalgı əsbablarımızdan kiçiktilген nusxalarını esiş. Tarihi süratlerimizni esiş. Bu arkalık çalgı esvaplarımızı, kiyim keçeklerimizni öyde namayan kılış arkalık aileden ibaret bir kiçikiltilgen Şarkı Türkistan'ın modeli arkalık özümüzün medeniyetini, özümüzün telini saklaştırışımız gerek. Çünkü bu medeniyetin sahibi Şarkı Türkistan'dan ibaret bu topraktanki sahibi biz. Bunu biz çetelge çıkıp başka milletlerle asimilasyon bulup bunu biz ballarımızla asimilasyon kılıp için özü biz özümüzün jütürgellik bilen ibaret. Biz Xitaydan ibaret bir güçlük devletten besevilingan Şarkı Türkistan tuprağını tartıp alıp deydigan mücadeleni davamlaştırıp atkan bir insanlar boğalığımız için elbette özümüzün ana tilini, medeniyetimizni ailede saklaştırışımız gerek. Ailen ait mühim. Mesela ballar ana til mektepleri var. Ana til mektepleri haftada bir kıtım boludu, 2 haftada bir kıtım boludu. Bazı vakitlerde ballarının faaliyeti buluş jarayonida ballar bunun nim kılamaydı da. Ailede Uygur taamlarını, Uygurca tabak, Uygurca ana tilde kısa yemekti mi Uygur'un tamığı arkalık ballığa kiravatkan kuvvet mi? Yani yemeklik bu özüge medeniyetten bir kısa, insanı tesir kıladı bu ballığa. Uygurca yemek yiyiş arkalık ballardan tefekkürü Uygurca buladı bir yerde. Yemekten özü insanın tefekkürü tesir gösterdiği neyse. Siz mesela Yaponiya cemiyeti de Uygur taamlardan jiraklaşıp Yaponiyanın sushisini 10 yıl yapıra, lağmen polo kebaptan jiraklaşıp, sizden tamamen tefekkürünüz Japonca tefekkürü oldu. Yemeklikten tefekkürü gösterdiği tesirde, biz yemeklikimizden, yani taamlarımızdan, netçi 1000 yıllık bu lağmen polo kebaplarımızdan asminasyon kılıp yoktu etmezliğimiz için, tilimizni yoktu etmezliğimiz için, medeniyetimiz yoktu etmezliğimiz için, aileden ibaret küçük bir muzeyhanısında bunu, yani kalbimizde çın saklagandak bunu aile saklap davamlaştırsak bunu elbette gelecekte ballarımız mı davamlaştırdık böyle. Ana tilimizi saklaştı. En mühim amil ailede Uygur tilini sözleş. Bu aile Şarkı Türkistan. Bu iş Şarkı Türkistan'dan ibaret bu ailede Uygur tilinden başka tili sözleş. Çeklengen diyen tüzüm bilen bir aileni davamlaştırsak bizden ana tilimiz işini mümkün herkes yoklup gitmeydi. Hem sözleşilen ögütüşten hem söküsü ögütüş. Mesela Uygurlarınki hazırki kompüter yazığımız var, konu yazığımız var. Bunu balları tətilde ögütüş, bunu telaffuzunu ögütüş. Kılıç arkalı savadını çıkarılı buludu. Bu benim tecrübem hem de özemninki. Başka aileler kandak kılıdı onu okumayman. Şahsen benimki özemnin tecrübem şu. Öye girgenden keyin ballar mutlak ana tilde sözleş. Yani televizordaki programlarını, bazı programlarını Uygur tiliga tercüm kılış. Ve şundaqlı bulanın tətildə Uygur çöçeklerini, Uygurlarınki hikayelerini, Uygur yani balla eserlerini bular okup verişi arkalık bulanı kızıktırıp Uygur dilini ailede saklap kalsak elbette tilimiz ölmeyi de böyle. Bir akademik bir şahsiyet bulup tutunuz bilen elbette Türkiye'de nurgulluğun okuvuşlarımız okuvatıdı. Ahirki yıllarda Mısır'dan mınlagan okuvuşlar turanmay qaytıp gelip her kaysı üniversitelerde okuvatıdı. Siz Yaponiyaniki maarifini ait yaxşı düşünürsüz. Okuvuşlarımızga, yaşlarımızga qandaq teklif, fikirleriniz, nasihatlarınız var. Yaponiyaga teklif kılalım, okuşunu tavsiye kılamsınız. Okuş için qanday nimeler ketidi mesela? Elbette biz hazır Yaponiya, Türkiye arasında ilip berip atkan mekteplerdeki okuguçu almashtırış programımızda tabii pendeki okuguçlarını mesela Türkiye'de okuvatkan magisterlik, doktorluk okuvatkan ballarını okuş mükafatı, Yaponiya tarafından okuş mükafatı bilen bularını Yaponiyaga evetiş şundaq programlarımız var. Bu programlarda mesela bizdeki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir kısım programlara mesela deniz teknoloji, denizcilik, kimicilik bu kesiplerde Uygurlar boğan bolsa elbette bularınki Yaponiyaga berip okuş fürseti buladı da. Hazırki vaqtın özüde yani Türkiye'de yaşavatkan ve başka devletlerden kelip bir yer okuş fürseti okuvatkan okugucular her kaysı yani özünün kabiliyetiga yarışa kesip tanlap okuydu. Elbette bularınki bezerleri Yaponiyaga berip, Yaponiyada okuşunu arzu okusa, özgün muvafiq kesipler bolsa, bununla
biz Yaponiyadagi yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar shundaqla mamamiyada qo'limizdan kelishicha yordamda qilamiz. Ammo bulardan kuchligimiz bularda kuchlik bir g'ayrat, jasorat bo'lishi, iroda bo'lishi kerak. Yaponiya Yevropa emas. Yaponiya boshqa davlatdek undaq yashash sharoiti undaq qulay emas. Yaponliklar yani bizdeki cemaatimiz nayeti biladi, çidamlık, iradılık, yani dünyanın başka yerlerden fevkalade gayret, cesaret bilen emgak kıladigan millet ve şundaqlı şu yerde yaşayotgan chet elliklerning şundaq işleshini kutdi. Şunun Yaponiyada yeniden o'qishga borgan o'quvchilarimiz bir mezgil til o'tkili, madaniyat jihatdagi, yani turmush urf-odat jihatdagi qiyinchiliklarni yengib olsa, undan keyin bular tabiiy fan sohasida nurg'unlagan yaxshi kasblar va bu kasblarni o'rganib, yani Yaponiyada yashash, Yaponiyaga yerlashish va yoki Yevropa va Amerika berib doktorlikni o'qish fursatiga ega bo'ldi deyman. Shuningdek yoshlarningki o'z kasbida, har kim o'z kasbida nayt kuchli iroda bilan tirishib, chet el tillarini pishiq o'rganib, yani g'oyalik bo'lib, yolg'iz o'zim uchun emas, Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistonning kelajagi uchun Cenab-ı Allah ulug'dir, buyukdir. Sharq Turkiston ayati mustaqil bo'lib qolsa, men Sharq Turkistonga berib, nima xizmat qilib bera olaman xalqimga degan ideya bilan, yani bular o'ziga bir kuchli iroda. Sharq Turkiston Cumhuriyetining iborat shundoq bir cumhuriyet qurilsa, men shu yerda bir parcha kesak bo'lib, xalqimga nima qilib bera olaman degan tushuncha bilan o'qisa, albatta Yaponiyada o'qish fursatiga ega bo'la oladi deyman. Chunki Yaponiyada bizning ko'plagan qarindoshlarimiz bor, ular yordam qiladi. Hatta bizden Yaponiyaga kelib yerleşken ve başka devletlerde turish fursati ega bo'lmagan qarindoshlarimiz keldi. Shu qarindoshlarımızga Yaponiyada yaşayotgan Uyg'urlar, yani bağrını içip qo'lidan kelishicha yordam qilyotdi. Yaponiyada yaşayotgan Uyg'urlarningki, yani ma'lum tarbiya jihatdagi, bilim jihatdagi sifati boshqa davlatlarda yaşayotgan Uyg'urlardan favqulodda yuqori. Çünkü u yerda Yaponiyada dastlabki kelib, u yerda qarishga qilib bo'lmaydi, u yerda yerlashga qilib bo'lmaydi. U yerga kelgan Uyg'urlarning 99% o'qish sababi bilan kelgan. Ko'pincha oliy maktabni tugatib magistrlik o'qigan, yuqori ma'lumotli yoshlarimiz bor, yuqori ma'lumotli olimlarimiz bor. Yaponiyada nurg'unlagan hozir sohalarda bizning aşağı tug'ilgan yoshlarimiz yetishib chiqdi. Ular albatta o'zlari bir Sharq Turkistonlik bo'lganligi uchun Yaponiyada yashashni xohlagan, Yaponiyada o'qishni xohlagan her bir Sharq Turkistonlik yoshlarga bag'rini ochdi va quchoqlab so'ydi deb o'ylayman. Ko'pchilik rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, program vaqtimiz biroz eshib ketdi, ammo buncha qimmatli mehmonimizni topgan vaqtimizda odamning suhbat qilg'isi kelib, yana savol so'rag'isi kelib, qo'yib bergisi kelmaydigan odamning programmani inshaalloh savollarni parchalagan shaklda, qisqa shaklda tarqatamiz. Shunga yana kirsam ustoz, Xitoyning bugungi siz bir ziyoli bo'lish sifatingiz bilan Xitoyning bugungi inson aqli tasavvur qiluvsiz darajadagi saranglarcha elib berayotgan ijroatlarga qanday bo'lib keldi bu Xitoy? Nimani maqsad qilyotdi? Hech qanday xuddi bu Xitoyning hozir qarasak ahvol qilayotgan ijroatlari. Xitoyda bir aqliga yo'qdek bir tuyg'uga keldi inson. Na siyosatchisi, na akademiklarning ichida. Siz bir ziyoli bo'lsangiz qanday diagnoz qo'yasiz Xitoydan degan vatanimizga elib berib. Yani Xitoy milleti Cunhua Mingo qurilgandan tatip Xitoylar 1000 yillik Manjularni ag'dirib, Manju hokimiyatini ag'dirib, Cunhua Mingo qurilgan vaqtning o'zidami Cunhua Mingoning qurg'uvchisi bo'lgan Sung Jun-san deydi, Sung Yat-sen deydi inglizcha. Sung Jun-sanning o'zimi eng ashaddiy Xitoy millatchisi. Sung Jun-san o'zi Yaponiyada ta'lim olgan. Sung Jun-sanning asarlaridagi o'ttirib qo'yilgan, ya'ni Cunhua Mingo qurilganda o'ttirib qo'yilgan ta'limotlarning hammasi Xitoy millatchilik ideyasiga vakillik qiladigan ideyalar. Bu ideyalar Xitoyningki falsafasi, Xitoy ideologiyasining otisi bo'lgan Kungzi zamonasidan davomlashib kelayotgan ideya. Xitoy millati o'ziga o'xshamagan, o'ziga moyil bo'lmagan Xitoy millatidan boshqa millatlarning hammasini o'ziga dushman, raqib deb qaraydi. Masalan, Kungzining ta'limotlarida tarixning o'zi dushmanlashish. Buni kommunistlar bilan xas qilamdiq yoki demokratchilarga butun Xitoylarni o'xshash deb qaramoqda. Xitoyning demokratchisi bo'lsin,
Мәселен, Xitayning eng demokratisi bo'lgan Junhua Mingo zamonistiki chet elda ta'lim olgan Song Junsan zamonisidan tortib qarang siz. Xitayning millatchilik ideyasi bu Song Junsan zamonisidan emas, tarixiy necha ming yillik tarixi ekan. Kunzi zamonisidan davomlashib kelayotgan bu tarixiy o'chmanlik. O'ziga o'xshamagan millat, yat millatning hammasidan dushman deb qaraydi. Bu tarixiy takrorlanish Xitayning bu ideyasi hozirgacha rivojlanib kelganligi uchun Xitoy o'zida besilingan Junhua Mingo qurilgan vaqtida Song Junsanning o'ttirib qo'ygan ta'limotlari har qaysi millatlarga o'ziga o'rlik beramiz, har qaysi millatlarning zimin bütünlüğünü hurmat qilamiz degan ta'limotlarning hech qaysi amalga oshmadi. 49-yilda qurilgan Xitoyning kommunistlardanki boshlamchisi bo'lgan Mao Zedongning qurilgan avtonomiya degan u boshqa davlatlardagi avtonomiya, xalqaro avtonomiyadagi deyilayotgan avtonomiya emas, u Xitoycha avtonomiya. Bu avtonomiyadami Xitoydagi osonliq millatlar hech qanday naf ololmadi. Bu faqat osonliq millatlarni aldash, osonliq millatlarni osmonasiya qilishning siyosiy taktikasi bo'lganligi uchun Xitoy buni paydin-pay o'xshamagan siyosiy harakatlarni ilib berib, masalan, Uyg'ur xalqini öldürüş, nüfusunu azaltış, bularni osmonasiya qilish siyosatini atbadi. Endi 2013-yildan tortib Xitoyninki bir belvaq bir yo'l siyosat o'ttiga chiqqandan keyin Xitoy bu strategiyasini amalga oshirish uchun O'rta Osiyodan Yevropaga kirish uchun birdan-bir Sharq Turkiston tuprog'idan o'tish kerak. Sharq Turkiston xalqining tarixiy dushman, ya'ni o'zidan zimin talashayotgan, o'zining jumhuriyatini asliga keltirishga kuchayotgan bu Uyg'urlarning jasoratini Xitoy beradi. Bularni tel to'kis yiltizini yo'qotib o'tib, bir belvaq bir yo'l siyosatini xotirjam elib berish uchun, bu tuproqni o'zininki ayrilmas bir qismi saqlab qolish uchun Uyg'urlarga ashaddiy, ya'ni bostirish siyosatini elib bordi. Chunki Xitoyning bunday elib berishga sabab o'zining iqtisodining o'sishi, o'zininki ya'ni kuchining eshishiga ergishib, xalqarodagi o'rni nurg'ulg'an namrat 3-el davlatlarni setib olish, bu davlatlarni o'ziga moyil qilish orqali xalqaro kuchini ko'rsatish orqali bularni bostirish siyosatini kuchaysakmi, xalqaro buning parvo qilmaydi degan fuqqanlik uchun Xitoy bostirishni oshirib maqdi. Masalan, Xitoyda yashayotgan 56 millatdan qaysi millat qoldi hozir? Manjularni pak tugitib bo'ldi, Mong'ollarni tugitib bo'ldi, Miyaozu, qolgan osonliq millatlarning hammasini tugitib bo'ldi. Xitoyning ko'ziga maqbob tiqilayotgan ikkili millat bor. Birisi Tibet, birisi Uyg'ur. Bularni saqlayotgan bir kuch bor. Bu kuch tavranmas diniy e'tiqod. Uyg'urlardagi kuchlik bir iymon. Bundan iborat bu kuchlik iymonni sustlashtirib, bu tuproqning sohiblarini o'ltirishni tezlashga sabab Xitoy bu zaminninki boyligini biladi, bu zaminninki jug'rafiyalik afzalligini biladi. Bu zamindagi xalqlarninki, ya'ni mustaqillik uchun, jumhuriyatini asliga keltirish uchun mücadele qilayotganligini. Shundaqli chet eldagi Sharq Turkistonliklarning vatanni asliga keltirish uchun ilib berayotgan mücadelesini tushunganlik uchun bu yerda bizga bo'lgan bostirishni texnik oshirib maqdi. Chunki Xitoy xalqarodagi vaziyatni tushunib, o'zining xalqaro kuchi tonib yetdi. Men bularni bostirsammi, xalqaro sukut holati turdi-ku. Xalqaro aralashmaydi degan nuqtani tushunganlik uchun bizga bo'lgan bostirishni ilib kuchaytirdi. Endi bu bostirishni kuchaytirishga sabab nima? Xitoy bir belvaq bir yo'l strategiyasini amalga oshirish. Bu strategiyasiningki xotirjam ilib berilish uchun birdan-bir putlashayotgan millat Uyg'ur ekanligini tonib yetganligi uchun Uyg'urni o'ziga dushman qilib, hozir Uyg'urlarni osmonasiya qilish, madaniyat qirg'inchiligi degan nuqtalarni o'tib ketdi. Uyg'urlarni ochiq oshkora tip yiltizni o'ltirish bosqichiga keldi. Hozir biz 3 million va ba'zida 5 million Uyg'ur lagerda deymiz. Bu Uyg'urlarning qanchiligi sog', qanchiligi o'ltirilgan, biz ammo buni bilmaymiz. Va bundan keyin bostirishlarda Uyg'urlar qanday, ya'ni o'lim girdoblar keladi, buni Janob Allohdan boshqasi bilmaydi. Xitoyning bu darajada vahshiylikning o'zi Shi Jinpingning dadasi Wang Jing zamonida, Wang Jingdan keyin kelib Sharq Turkistonda qirg'inchilik qilib qolgan Xitoy katavashlardan biri. U dadasining ideyasiga va shundaqla Kungzi ideyasiga, millatchilik Xitoy millatining ideyasiga varislik qilish uchun buni kuchaytirib eng yuqori pallaga oldi. Hozir eng yuqori pallaga keldi. Endi buni davomlashtirishning o'zi, masalan, bu Xitoy siyosati o'zgarib qolamdikan, Xitoy bir g'arbdagi yoki Amerikadagi bir demokratlashishni xohlaydigan, ya demokratlashsimi osonliq millatlarga, o'zining besilingan tuproqlardagi xalqlarga mustaqilligini bergan undaq millat emas.
Xitoy demokratiyasi bo'lsin, Xitoy kommunistlari bo'lsin va yoki boshqa Xitoy bo'lsin, Xitoy millatli bo'ladi ekan, har qanday millatni osmonasiga qilib tugishni o'ylaydi. Qiyniga singib ketgan. Qiyniga singib ketgan. Masalan, ayni vaqtda Xitoy tuproqlarida qolgan yahudilarni Yahudilar bu proyektlarni ishlash uchun Tayfungda Shanxayda qolib qolgan, Tayfungda Shanxayda qolib qolgan yahudilarni asliga keltirish uchun qancha kuch chiqadi. U yahudilar hammasi osmonasiga olib ketdi. Xitoyning bu madaniyat, millat osmonasiga qilishda tarixiy tajribasi bo'lganligi uchun buni davomlashtirib kelyapti. 56 millatning qolganlari yo'qdi bo'ldi. Hozir Tibet Uyg'urlar qoldi. Ishki Mo'ng'ullarning nüfus soni qanchalik? Bu ham 3% hozir saqlanayotgan. Tili hamma narsa yo'qtilib bo'ldi. Shuningga bu qadamini tezlatib, Uyg'ur millatini bu yerda qirg'inchilik qilib berib, Sharq Turkiston tuprog'ini o'zining zimin tarkibidagi xotirjam bir makon qilish uchun bizga bo'lgan bostirishni elib beryapti. Ammo bizga bo'lgan bostirishni elib berish orqali Xitoy o'zining ojizligini ko'rsatyapti. Ya'ni o'zi shundoq bir kuchli davlat bo'lsa-mu, 25 million 30 million bo'lgan Uyg'urning mujodilasini qo'qotishning o'zi, ya'ni bu zaminning mustaqilligining asliga qilishning, andish qilishning o'zi Xitoyning ojizligidan bir deb qarayman. Xo'sh. Tamam. Oxirdamda bir savol bilan tugatsak, nurg'unlagan bugungi ahvolimizga kelib qilishimizdagi sabab shu ochiq bo'lsin bu savolimda shu millatning ichidagi millatni yetaklovchi ziyolilarningki va diniy olimlarimizningki ba'zi bir deyiladi hammasi emas. Chunki nurg'unlagan bu yo'lda minglagan olimlarimiz qurbon bo'lib shahid bo'ldi emas. Shularningki xalqni yaxshi yetaklamaganligi, tajovuzchiga, zolimga bo'ysunganligi yoki o'zining jindan ansirab, ya'ni dadil xalqni yetaklab to'g'ri yo'lga yetaklamaganligi uchun bugungi kuni keldi degan bu fikrni so'zlovchilarga qana qaraysiz? Bizning ishimizning ziyolilar nurg'undirmasanga men bu fikrga qo'shilmayman. Ilgariki liderlar bizni yaxshi yetaklamagan desak, biz ularga tuzkorlik qilgan bo'lamiz. Sharq Turkiston davosidagi buyuk liderlardan Tömür Xalpa, G'ojiniyaz Hojim, Sobit Damollam, Mahmud Muhiti va uningdan keyingi bizningki 44-yilda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetiga Ahmadjon Qosim Alixon To'ra degan rahbarlarimizga Alloh rozi bo'lsin va yaqinqi zamondagi Muhammad Emin Bo'g'ra, Aysa Yusuf Olibbekin bulardan Alloh rozi bo'lsin. Bular yetakladi. Bular qo'lidan kelishini qildi. Shu vaqtdagi dunyo vaziyati, dunyoning siyosati, buyuk o'yinlarningki oqibati shundoq bo'lganligi uchun biz tuproqni tatqizib qo'yib, Xitoyning mustamlika bo'lishiga sababchi bo'ldi deb qarayman. Bu shu vaqtdagi doilaning xatoligi emas. Uyg'urlar tarixi shundoq qarasangiz, Sharq Turkiston tarixiga. Sharq Turkiston tarixida Uyg'urlar urushlarda Xitoy tarafidan mag'lub qilingan emas. Biz urushda tariximizda Xitoyga mag'lub bo'lgan millat emas. Biz faqat Sharq Turkiston masalasida buyuk o'yinlarning, cho'ng davlatlarning o'zaro bizni setib o'tishi orqali mustamlika uchirgan. Biz urushlarda mag'lub bo'lgan bir millat emas. Urushdagi jangovarlarimiz hammani bilganligi uchun Xitoy hozir bizni bostirishni kuchaytiryapti. Biz faqat xalqarodagi buyuk o'yinlarning sababidan biz Xitoyning mustamlikasiga sababchi bo'ldik deb qarayman. Ammo shu masalada albatta dahilarimizga nisbatan ko'pincha xalqimiz ularni rahmat bilan zikr qilishdan boshqa narsani anglamaymiz hamda. Ham shunday qilishimiz kerak. Ammo lekin bugungi shu oxirgi yillarda nurg'unlagan ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz, doktorlarimiz yetishib chiqdi. Xitoy biroz siyosatni qo'yib o'tgan 80dan keyin deydi. Nima uchun deydi-ki, mesela nima uchun mesela Ilhom To'xtadek mesela Xitoy tadrijiy holatda tilimizni maktabdan yo'g'ishtirib, bag'an siri siqiyotgan vaqtlarda yeni yozuvchilarimiz shularning yozgan kitobini o'qiydigan bir avlod bo'lish kerak bu vatanda. Albatta. Shundoq darajada cheklasimi, nima uchun Ilhom To'xtaga o'xshash qalam Ilhom To'xta nima uchun yolg'iz qoldi vatanda? Shu yozuvchilar nima uchun dadil o'tirg'a chiqib qilayotgan Xitoyning qilayotgan ishlarini xato ekanligini, hech bo'lmasa Xitoyning qonunini dalil qilib turib bo'lsa-mu, dadil yozolmaydi, so'zlayolmaydi. Dal aksicha Xitoyning qilayotgan, elib berayotgan siyosatlariga bosh egib, to'g'ri deb qarab, uning har xil sharhlab, uni millatga uxultishga sabab bo'lib, millatning uxlashiga, uyg'onishiga sabab bo'lmaganligi uchun bugungi bu ichinchi ahvol keldi deganlar.
Fikirga qanaqa? Ha, bu sizning fikringizni men toza qabul qilmayman. Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur yozuvchilari, shoirlari, Uyg'ur ziyolilar qatlami Sharq Turkiston tuprog'ida o'zining mustaqilligi, xalqni uyg'otish uchun nihoyat ko'p harakatlarni qildi va badallarni to'ladi. Masalan, yaqinqi zamon tariximizni qaraydigan bo'lsak, Abdurahim Telashib O'tkir o'zining Uyg'ongan zamin iz nomli romani va nurg'unlagan nadir she'rlar orqali xalqni uyg'otishga sababchi bo'ldi. Turg'un Almasdan iborat buyuk bir tarix olimimiz Uyg'urning 5000 yillik tarixini tunji qatim yoritib beradi. Uningdan boshqa yaqinda qurilgan 44-yilda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy arx ko'rinishini gavdandirib, bu tarixlarning qanday bo'lganligini söyümlük yazgıcımız Zordin Sabir Anı Yurt romanında tasvirlab berdi. Onundan başka 33 yılda kurulgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti haqidagi, yani Abdurahim O'tkirning romanları ve başka romanlar bularni gavdandirib berdi. Bu eserlerinin barliq kelishinin özü xalqqa rag'batlantirish, xalqning o'zining tartib olingan cumhuriyetini asli keltirish uchun uyg'otishga qo'shgan töhfalari. Onundan başka yaqinqi zamonga qaraydigan bo'lsak, bir turkum yosh jangovar ziyolilar bor. Abduqodir Jaloliddin, Yalqur Ro'zi qatorliqlar. Bularning asarlari, fikrlarini ko'rsangiz, xalqni uyg'otish, vatanparvarlik tuyg'usi, tarixni aslatish, shu nuqtalardan bo'ldi. Sharq Turkiston tuprog'ida yashayotgan 99% Uyg'ur o'zining mustaqilligini xohlaydigan, o'zining zaminiga o'zi ega bo'lishini xohlaydigan shundoq bir vatanparvarlik, yani ideya shakllangan Uyg'urlar deb qaradi. Faqat bir persen Xitoyning yuqori imtiyozlariga erishgan, o'zining nafsini kechirmagan amaldorlar bu Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishini uni xohlamaydi. Ammo Sharq Turkistonninki uyg'onishi, Sharq Turkiston Cumhuriyetini asli keltirish uchun ziyolilar Sharq Turkistondagi 49 yildan tortib hozirgacha badal to'lab kelyapti. Badal to'lab kelyapti. Bu qatimqi lager kirgan so'langan ziyolilarni qarang. 49dan ilgariki Abduxoliq Uyg'urni qarang. Gomindan zamonasidagi Lutfullo Mutallib. Bularning hammasi ziyoli. Bular hammasi xalqni uyg'otish, xalqni yetaklash, o'z tuproqlariga o'zi ega bo'lish, Sharq Turkiston Cumhuriyetini asli keltirish uchun kuch qo'shgan ziyolilar. Az bir qism ziyolilarni hisobga olmaganda Sharq Turkiston tuproqlaridagi ziyolilar ta o'zining oxirgi nafsigacha Sharq Turkistonning mustaqilligi Cumhuriyetini asli keltirish uchun kurash qilgan jangovar jangchilar deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi ochiq suhbat programmamiz hurmatli ustoz doktor Hoji Qutlug' Qodiriy bilan nihoyatda go'zal bir ishtiyoq bilan suhbat elib bordik. Albatta yana nurg'ulg'an savollar so'rg'im bor, ammo vaqtimiz haqiqatan eshib ketdi. Inshaalloh fursat bo'lsa yana oldimizga kunlarda qilishga tirishimiz. O'zi ham bir qancha yil Turkiyada bor siz inshaalloh. İnşallah. Ko'rib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.